Bilasizlar, mana bu o'yinda bemalol chiqib hozir uchsam bo'ladi, lekin o'zim uchira olmayman. Xo'jayin kelsa albatta uchiradi. Ana bu joyda xo'jayin shashlik qilyapti. Men bir go'zalliklarni bir ko'ray dedim. Mana buni bilasizlar. Suv ekan bu. Suv bo'lmaganda o'tirar edim, точно. Lekin suv bor ekan. Bu da likillab ketibdi. Lekin точно suv bo'lmaganda o'tirardim. Xo'jayinimning krossovkasi 43-44 razmerda. Lekin menda yo'qligi uchun unikini kiydim. Mana buni bilasizlar hammalaring. Bir chiqib yoshli deslaylik. Bizni paytimizda bunaqani o'rniga arg'amchidan tagiga taxta solib qilib berilar edi. Mana bu joylar qum ekan, qum o'rtoqlar. Lekin ho'l ekan desam ho'lmas ekan. Bunda o'tirsak bo'laveradi. O'tiramiz, shoshilmay turinglar. Oha. Oo. Çok güzel oldu ama kum ekan dema, oyoqdagilari kum ekan. Lekin meni de ko'tardi. Oha, ovoz da chiqardi. Chunki 83 kiloni ko'tarish ham oson emasda. Lekin oyog'imni qumga qo'ygim kelyapti. Lekin oyog'imda xo'jayinimning krossovkasi bo'lganligi uchun qum kirib ketmasin. Ashunaqa o'rtoqlar, qanaqa bir toza havo ekan. Ana bu yerda o'rdaklar bo'lsa kerak, meni ko'zim yaxshi ko'rmayapti. O'rdaklar bo'lsa kerak, o'rdaklar tomonga tushkim kelyapti, lekin qum ekan, u joylarda qum ekan. Mana sizlarga Niderlandiya hayoti. Ana bu joyda xo'jayin shashlik qilyapti. Ko'rinyaptimi bilmayman sizlarga.